Termiz davlat universiteti axborot texnologiya fakulteti amaliy matematika yo'nalish birinchi kurs talabasi Jumayev Quvonchbekning media salohiylik va axborot madaniyati fanidan tayyorlagan taqdimoti. Mavzumiz iSpring Suite yordamida elektron darslik va video marza yaratish. iSpring bu mavzu bo'yicha rejamiz. Birinchisi mavzuga kirish, ikkinchisi iSpring Suite'ning imkoniyatlari, uchinchisi elektron darslik va yaratish jarayoni, to'rtinchisi video marza yaratish, beshinchisi iSpring Suite orqali tayyorlangan materiallarni yaratish, oltinchisi esa xulosamiz. Birinchisi kirish. Hurmatli tinglovchilar, bugungi taqdimotimizda iSpring Suite yordamida elektron darslik va video marza yaratish jarayoni haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida elektron resurslar katta ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan darslarni qiziqarli, interaktiv va samarali qilish zaruriyati paydo bo'lmoqda. iSpring Suite bu PowerPoint asosida ishlaydigan dastur bo'lib, bu bizga interaktiv elektron darsliklar, testlar, video ma'ruzalar va boshqa ta'lim resurslarini yaratishga imkoniyat beradi. iSpring Suite'ning imkoniyatlari. iSpring Suite'ning quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi. Birinchisi, PowerPoint asosida interaktiv darslik yaratish, ya'ni oddiy ta'limotni o'quv jarayoniga moslashtirish. Keyingisi, test va viktorina tayyorlash. O'quvchilarning bilimini sinash uchun avtomatlashtirilgan test tizimlarini yaratish. Keyingisi, video va audio materiallar qo'shish. Bunda marzalar, vizual va audio materiallarni kiritish orqali tushunarliroq, yanada osonlashtiradi tushunishni. Ekranni yuklab olish. Dasturning ekran yozib olish funksiyasi yordamida amaliy mashg'ulotlarni tayyorlash. Keyingisi, nashr qilish va LMS tizimlarini yuklash. Moodle, Google Classroom kabi o'quv platformalarida ishlash. Bularning barchasi ta'lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qilishga yordam beradi. Elektron darslik yaratish jarayoni. Elektron darslik yaratish uchun 3 bosqich amalga oshiriladi. Birinchisi, slaydlarni tayyorlash. Unda avvalo PowerPoint dasturidan dars materiallarini slaydlar shaklida tayyorlaymiz. Har bir slaydda asosiy tushunchalar, grafiklar va matn bo'lishi kerak. Ikkinchisi, multimedia qo'shish. Interaktivlikning oshirish uchun slaydlarga rasmlar va grafiklar, ovozli izohlar, video va animatsiyalar qo'shish lozim. Uchinchi, interaktiv elementlarni sozlash. Darslik yanada qiziqarli bo'lishi uchun tugmalar, o'tkazish, effektlar va testlar qo'shiladi. Bu orqali o'quvchilarning bilimini mustaqil tekshirishi mumkin. To'rtinchisi bu video marza yaratish. Ko'pincha faqat matnli darsda yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun video marzalar ham tayyorlash lozim. Video tayyorlash bosqichlari. Birinchisi, kamera va mikrofon sozlash. Ovoz sifatini yaxshilash uchun yaxshi mikrofon va kameradan foydalanamiz. Ikkinchisi, ekran yozib olish. Dars jarayonini tushuntirish uchun iSpring Suite yordamida ekranni yozib olamiz. Uchinchisi, ovoz va effektlarni qo'shish. O'quvchilarga qulaylik yaratish uchun musiqa va maxsus audio effektlar qo'shamiz. Videoni eksport qilish. Tayyor bo'lgan video MP4 yoki SCROM fayl formatida saqlanadi va YouTube yoki LMS platformalariga yuklanadi. Beshinchisi, iSpring Suite orqali tayyorlangan materiallarni ulashish. Tayyor bo'lgan darslik va video materiallarni o'quvchilarga yetkazishning bir necha usullari bor. Bulardan LMS tizimlariga yuklash, Moodle, Blackboard, Google Classroom orqali tarqatish. Keyingisi, YouTube va Vimeo orqali ulashish. Videoni ommaviy yoki yopiq rejimda tarqatish mumkin. Keyingisi, veb-sayt yoki blog orqali joylashtirish. O'quvchilar istalgan vaqtda materiallarni ko'rishlari uchun. Keyingisi, Google Drive va bulutli xizmatlardan foydalanish. Yuklab olish yoki onlayn ishlash imkoniyati mumkin bo'ladi. Bunday imkoniyatlar yordamida o'quvchilar materiallarni istalgan joyda va istalgan vaqtda foydalanishlari mumkin. 6-xulosamiz. Bugungi taqdimotimizda iSpring Suite yordamida elektron darslik va video marzalar yaratish jarayonini ko'rib chiqdik. Bu dastur bizga
interaktiv va qiziqarli darslar materiallarini tayyorlash, video darsliklar orqali o'quvchilarga tushunishni osonlashtirish va bilimni baholash, natijalarini kuzatish imkonini beradi. O'qituvchilar va talabalarga ushbu vositalardan foydalanishni tavsiya qilaman, chunki u ta'lim jarayonini zamonaviy, qiziqarli va samarali qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin.